Axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi kunda raqamli makon xavfsizligini ta'minlash va kiberjinoyatlarning oldini olish ichki ishlar organlarining eng ustuvor vazifalaridan biriga aylanib ulgurdi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan fuqarolarning virtual olamdagi mulkiy huquqlarini himoya qilish maqsadida muntazam ravishda tezkor profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday sa'y-harakatlar natijasida navbatdagi raqamli firibgarlik va tovlamachilik holatiga chek qo'yildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan fuqaro noma'lum shaxs undan 2000 AQSh dollari miqdorida pul talab qilayotganligini ma'lum qilgan. Aniqlanishicha, jabrlanuvchi bolalar kiyim-kechagi sotuvchi o'z kompaniyasi faoliyatini internet tarmog'ida yoritib borish maqsadida maxsus Google akkauntidan foydalanib kelgan. Eng asosiysi, bu akkauntga 2000 AQSh dollariga teng bo'lgan pullik xizmatlar xarid qilingan edi. Ammo 2026-yilning 3-aprel kuni kutilmagan holat yuz berib, kompaniya ixtiyoridagi mazkur akkaunt noma'lum shaxs tomonidan ruxsatsiz egallab olindi. Tez orada jinoyatchi o'z muddaosini oshkor qilib, akkauntni egasiga qaytarish evaziga tovlamachilik yo'li bilan pul talab qila boshlaydi. Internet tarmog'ida o'zini ustasi farang deb hisoblovchi bu yigit jabrlanuvchiga Binance kripto birjasi elektron hamyonining QR kodini yuborib, unga 2000 AQSh dollariga teng bo'lgan USDT kripto aktivlarni o'tkazishni qat'iy shart qilib qo'yadi. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi kripto jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tezkor xodimlari zudlik bilan ishga kirishdilar. Olib borilgan murakkab, tezkor texnik hamda surishtiruv tadbirlari natijasida kiberjinoyat izi topildi. Ushbu qonunbuzarlik 2005-yilda tug'ilgan va Kogon shahrida yashovchi shaxs tomonidan sodir etilganligi fosh etildi. Uning manzili maxsus tezkor dasturlar orqali aniqlanib, gumonlanuvchi o'z yashash xonadonida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ayni paytda gumonlanuvchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, shuni aslo unutmangki, raqamli makonda sodir etilgan har qanday huquqbuzarlik albatta o'z izini qoldiradi va jazo muqarrarligi to'liq ta'minlanadi. Kiberjinoyatchilarning tuzog'iga tushib qolganda yoki shubhali holatlarga duch kelganda aslo ularning talablarini bajarmasdan darhol ichki ishlar organlariga murojaat qiling.